Demak, quyida geometrik misolni ko'rib ketamiz. Murakkabroq misollardan sanaladi. Bu yerda shart aytayaptiki, muntazam 6 burchak berilgan. Mana bu K, I, J nuqtalar tomonlarining o'rtalari va B uchidan, A uchidan, F uchidan tutashtirilyapti. O'rtada mana bu yerda 3 burchak paydo bo'lyapti. O'sha 3 burchakdagi tomonni 6 burchak tomoniga nisbati A shartida. Demak, tomon uzunliklarini kiritib olamiz. Mana bu tomonni A desak, hamma tomon A dan bo'ladi va mana bu masofalar ham A. 6 burchak tomoni 2A, 2A va 2A bo'lib qoladi. Xo'p, bu yerda burchakni kiritib olamiz endi. Mana shu yerdagi burchakni biror alfa deb oladigan bo'lsak, 6 burchakning ichki burchaklari 120 gradus bo'lgandan keyin albatta mana bu tarafga 120 minus alfa burchak qoladi. Xo'p, mana bu burchagimiz bilan bu burchagimiz ichki almashinuvchi, o'shaning uchun ham buni alfa deb olamiz. Xo'p, bu yerda teng bo'lgan 4 burchaklar bor. Buni qanday bilish mumkin? Demak, mana bu qismga e'tibor beramiz. A, B, K, F nega teng bo'lishi mumkin ular? O'z uchburchaklarga keltirib isbotlasa ham bo'ladi. Xo'p, tomonlarga e'tibor beramiz. 2A tomon, 2A tomon, A tomon va alfa 120 minus alfa. Va mana bu tomon uzunligi o'zi aniq bizda mavjud. Uni hisoblab topsak, 4-tomon uzunligi kelib chiqadi. Mana bunday o'tkazadigan bo'lsak, mana bu 90 gradus, bu ildiz osti 2 ildiz osti 3 mana bu tomon kelib chiqadi. Xullas, mana bu yerdagi 4 ta tomon va xuddi shunga o'xshagan yana 4 burchak bor. 4 ta tomoni xuddi o'sha uzunlik 2A uzunlik, 2A uzunlik, A uzunlik va bu ham xuddi o'sha uzunlikka teng. Ana shunga teng bo'ladi. Nega teng bo'ladi? Sababi yana boshqacha tushuntirish mumkin. Bu 6 burchakning markazi, diagonallar kesishgan nuqta markaz deb olinadigan bo'lsa, ana shu markaz atrofida 60 gradusga soat strelkasi bo'yicha bursak, chunki markaziy burchak 60 gradus bo'ladi. Bu yerda 60 gradusga bursak, F nuqta A nuqtaga, A nuqta B nuqtaga, B nuqta C nuqtaga, C nuqta D nuqtaga, D nuqta E nuqtaga mana shunday almashib keladi va mana bu yerdagi chizgan 4 burchagimiz mana yuqoridagi 4 burchaklarning xuddi o'ziga mos tushib qoladi. O'shaning uchun ham demak bu yerdan xulosa chiqadiki, mana bu yerdagi burchaklar, bu 4 burchakdagi burchaklar yuqoridagi 4 burchak burchaklariga teng bo'ladi. Ya'ni A ni qarshisida joylashgan burchagimiz 120 minus alfa bo'lsa, demak mana bu yerdagi A, B, C, I ning A ni qarshisida joylashgan burchagimiz ham 120 minus alfa bo'ladi. 120 minus alfa. Va o'z-o'zidan burchakka alfa qoladi. Mana bu uchburchakka e'tibor beradigan bo'lsak, bu burchagimiz hisoblansa 60 qoladi. 60 ichkari 60. Xuddi shunday qoida bo'yicha endi mana bu 4 burchagimiz bilan bu 4 burchagimiz ham teng bo'ladi. A qarshisidagi burchak, demak 120 minus alfa bo'ladi. Va mana bu yerga 60 qoladi. Ichkari ham 60. Bu yerga ham 60, demak bu yerda e'tibor beramiz. Muntazam uchburchak paydo bo'lib qoldi. Muntazam uchburchak tomonni biror bir C tomon deylik. C tomon. Xo'p, xuddi o'sha qoidalar bo'yicha mana bu ham alfa bo'ladi deylik. Endi bu hokazo bu yerda shunday belgilashlar kelib chiqdi. Bu ham alfa. Xo'p, endi biz topishimiz kerak bo'ladi 6 burchak tomonining mana shu muntazam uchburchak tomoniga nisbatini hisoblashimiz kerak. Xo'p, bu yerda qo'shimcha chiziqlar o'tkazib olamiz. Xuddi shu 4 burchaklarni yana yasashga harakat qilaman. Mana bu tomon o'rtasi bilan E nuqtani tutashtiradigan bo'lsak, o'zi bu 4 burchaklar shunday hosil qilinyapti. Agar sezayotgan bo'lsak, tomon o'rtasi bilan qarshisidagi uchini tutashtirsak, 4 burchak hosil bo'lyapti. Xuddi shunaqa yana 4 burchak hosil qildik mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, undagi burchaklar ham xuddi o'shanday bo'ladi va mana bu yerda mana kesishgan nuqtada yana muntazam uchburchak paydo bo'ladi. Mana bu ham 60, xuddi o'sha qoidaga ko'ra bu ham 60 va tomonlar ham C bo'lib qoladi.
C'dan bo'lib qoladi. Mana bu ham 60 bo'lib qoladi. Endi mana burchagimiz kerak emas bizga. 60 bo'ladi. Xo'p, va mana bu tomon o'rtasi deganimizdan keyin albatta A va A'dan bo'lib qoladi. Bundan xulosa chiqadiki, mana bu chizig'imiz, mana bu uchburchak uchun, ABM uchun o'rta chiziq bo'lib qoldi, chunki bu parallel, mana bu chiziq bu chiziqqa parallel tomonning o'rtasidan o'tyapti, ikkinchi tomonni ham o'rtasidan o'tgani uchun e'tibor beramiz. Mana bu 2C ga teng, bu masofa ham 2C bo'lib qoladi. Yana xuddi shunday yasashlardan mana bu tomon o'rtasi bilan C uchun tutashtiradigan bo'lsak, xuddi shunaqa muntazam uchburchakdan bu yerda ham paydo bo'ladi. Uni ham tomonlari C dan bo'ladi. C dan bo'lib qoladi. Yuqorida aytgan fikr bu yerda ham o'rinli. Ya'ni mana bu yerda B, C mana tutashgan uchburchakda bu o'rta chiziq tomonning teng o'rtasidan o'tyapti. Bu masofa 2C bo'lsa, bu masofaga ham 2C masofa qoladi. Endi boyagi uchburchakka yana qaytib kelaman. Mana bu yerda A, B, M uchburchakda mana bu o'rta chiziq asosini yarmiga teng. Asosi 3C bo'lib qoldi. 2C bilan C. Bu masofamiz 1,5C bo'lib qoladi. Va shu yerda biz nimaga e'tibor beramiz? Mana bu yerda kosinuslar teoremasini ishlatib olamiz. A tomon 1,5C, 2C orasidagi burchak 60 gradus. Shunga kosinuslar teoremasini ishlatadigan bo'lsak, A kvadrat teng 2C ning kvadrati plus 1,5 bu 4C kvadrat bo'ladi. 4C kvadrat plus 1,5C ning kvadrati 2,25C kvadrat minus 2 ko'paytiruv 2C ko'paytiruv 1,5C ko'paytiruv kosinus 60. Kosinus 60 bilan 2 qisqardi. 6,25C kvadrat minus 3C kvadrat. Demak, A kvadrat teng 3,25C kvadrat. Demak, A taqsim C teng ildiz ostida 3,25 yoki ildiz ostida 13 taqsim 2 ga teng bo'lib qoldi. Endi bizdan A shartida shuni so'rayaptiki, A shartida CD ning e'tibor beramiz. CD ning ML ga nisbati. CD masofamiz bu yerda 2A ga teng, ML masofamiz esa C ga teng. Mana shu yerda hisoblashimiz mumkin. 2 ni proporsiya qilsak, 2A taqsim C mana shu CD taqsim ML masofaga, ya'ni ildiz osti 13 ga teng bo'lib qoladi. Bu yerda so'ragan A shartining javobi ildiz ostida 13. Xo'p, B shartida yuzalar nisbatini so'rayapti. M, N, L yuzani ABCDE F, ya'ni 6 burchak yuzaga nisbat. Bu yerda MNL muntazam uchburchak, ildiz osti 3 taqsim 4 C kvadrat taqsim 6 burchak esa 3 ildiz osti 3 taqsim 2 karra tomonni kvadrati, ya'ni 4A kvadrat formula bilan topiladi. Ildiz osti 3larni qisqartirish mumkin. Xo'p, 2 bilan bu qisqaradigan bo'lsa 2 qolib ketdi va C taqsim A ni kvadrati ko'paytiruv qolyapti. 1 taqsim 24. Mana shunday bo'lib qoldi. C taqsim A, bu yerda C taqsim A ni yuqoridan topib olishimiz kerak. Mana bu nisbatga e'tibor beramiz. A taqsim C ildiz osti 13 taqsim 2 bo'lsa, 2 taqsim ildiz osti 13 ga teng. Kvadrat esa 4 taqsim ildiz osti 4 taqsim 13 bo'lib qoladi. Ko'paytiramiz 1 taqsim 24. Ular qisqarsa 6 va 1 taqsim 78 bo'lib qoladi. Ikkinchi shartining javobi. Bu ikkinchi shartining javobi 1 taqsim 78 chiqar ekan. Demak, mana shunday yechiladi. Bundan boshqa yechish yo'llari bor, albatta. Mana bunday koordinatalar o'rnatib,
nuqtalarni belgilab ishlasa ham bo'ladi. To'g'risi tenglamalarini tuzib ishlasa ham albatta kelib chiqadi. Xo'p, hozircha mana shu yo'lni tanlab ishlab ko'rdik. Shu va shunga o'xshagan misollarni yechimini o'rganish uchun bizni Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal Matematika 1997.